Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumot tarqaldi. Jinoyatchi bo'lib qolmang. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. VPN ishlatish jinoyatmi? Bu mavzu atrofida ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Sababi Rossiya ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining kiritilgan o'zgarishlardir. Yangi qoidalarga ko'ra, VPN orqali Rossiya hududida taqiqlangan materiallarni qasddan qidirish uchun javobgarlik belgilangan. Jarima miqdori 3000 rubldan 5000 rublgacha. Ushbu o'zgartirish 1 sentyabrdan kuchga kirdi. Ayni paytda Rossiyada 5,5 mingga yaqin taqiqlangan materiallar mavjud. Agar shaxs VPN yoqib shu materiallarni ataylab qidirsa, ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Muhimi, VPN ishlatishning o'zi jinoyat emas, ammo VPN orqali taqiqlangan materiallarni qidirish mumkin emas. Shuning uchun agar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sizga bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, shoshilib aybni tan olib hujjatlarga imzo qo'ymang. Avvalo o'z huquqlaringizni bilib oling. Yana bir muhim jihat, VPN xizmatlarini reklama qilish taqiqlangan. Buning uchun 50 ming rubldan 80 ming rublgacha jarima belgilangan. Isroil mudofaa armiyasi Sahal Eronga qarshi operatsiya bilan bir vaqtda Livan janubida ham harakat qilmoqda va oldingi mudofaani kuchaytirish uchun chegara yaqinida bir nechta nuqtalarni, pozitsiyalarni egallamoqda. Bu haqda Sahal matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Sahal tahdidlarni bartaraf etish va Isroil hududiga bostirib kirishga urinishlarining oldini olish uchun Hizbulloh infratuzilmasiga aniq zarbalar bermoqda. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz o'zining bosh vaziri Benyamin Netanyahu harbiylarga Isroilning chegara oldi aholi punktlari o'qqa tutilishini to'xtatish uchun Livandagi qo'shimcha strategik hududlarni egallash va u yerda ilgarilashga ruxsat berganini ma'lum qilgan. 2024-yilda Hizbulloh bilan erishilgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvdan so'ng Isroil Livan ichkarisidagi 5 ta strategik muhim nuqtada o'z quruqlikdagi qo'shinlarini qoldirgan. Hizbulloh 2-martga o'tar kechasi Isroilga raketa va dronlar uchirgan va buni Eron oliy rahbari Ali Xamonayning o'ldirilishi uchun qasos deb atagan. Shundan so'ng Isroil mudofaa armiyasi Bayrut va Livan janubidagi Hizbullohga aloqador nishonlarga zarba bera boshladi. Sahal bosh shtabi boshlig'i general Eyal Zamir Isroil bir necha frontda urush olib borish ssenariysiga tayyor ekanini aytdi. 3-martga o'tar kechasi Livan tomonidan Isroilga bir nechta raketa dronlar uchirildi. Raketa va uchish apparatlarining bir qismi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan tutib olindi. Qolganlari kimsasiz hududlarga tushdi. O'z navbatida Isroil mudofaa armiyasi Hizbullohga qarshi keng ko'lamli zarbalar berilishini e'lon qildi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Erxov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mehnat migrantlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, kelishuv va reydlar davomida ularning huquqlarini poymol qilish va kamsitishga yo'l qo'ymaslik prinsipial ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Tomonlar migratsiya jarayonlarini tartibga solish, qonuniy mehnat faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish hamda ikki tomonlama konsullik maslahatlashuvlarni doimiy ravishda o'tkazib borishga kelishib olishdi.